Assalomu alaykum barchaga. Qatar poytaxti Dohadamiz. Xabaringiz bor, bu yerda U17 jahon chempionati bahslari bo'lib o'tyapti. Qandaydir kundalikmi, nimadir bir rubrika qilib YouTube sahifamni shu turnir ma'lumotlari bilan boyitmoqchi edim, lekin afsuski hozirgacha iloji bo'layotgani yo'q edi. O'zi turnir boshlanishidan oldin keldim Dohaga, lekin o'sha terma jamoamiz mashg'ulotlari jarayon, bizni moslashishimiz, bizni o'zimizni o'sha FIFA bilan bog'liq kichik tushunmovchiligimiz borligi uchun vaqt bo'lmadi. Hamma narsa hal qilindi. Mana ikkinchi tur oldidan sekin mana shunday video qilishni boshladim. Qiziq bo'lsa, ko'rasiz, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Mana bu ortdagi bino, mana shu 3 xil, ya'ni 3 ta 1 xil bo'lgan bino, bu Ezdan Hotel, ya'ni terma jamoamiz joylashgan mehmonxona. Biz ham shu mehmonxonaga joylashdik. Terma jamoaga FIFA taqdim etadi. FIFA to'liq terma jamoaning avtobusi, kelish, uchish biletlari va mehmonxona hammasini to'lovini qilib beradi FIFA. Endi ma'lumot o'rnida aytyapman. Men hozir terma jamoamizni Irlandiyaga qarshi o'yin oldidan rasmiy mashg'ulotiga yo'l oldim. Al-Tumama o'yingohida bo'ladi. Terma jamoa o'zi chiqib boradi. U FIFA o'zi alohida sug'urtalab qo'riqlovchilargacha beradi. Biz alohida boramiz. Shunchaki qiziq bo'lgan tomonlari bor. Muxlislarga shuni aytib o'tmoqchiman. Xo'p, bugun ko'rishdim kunduzgi payt yigitlar bilan, terma jamoa bolalari bilan, Islombek Ismoilov bilan ko'rishdim, alohida gaplashdim. Endi to'g'risini aytaman, FIFA to'liq mehmonxonani ham nazorat qiladi. Ha deganda futbolchilarni jamoani bezovta qilishga qo'ymaydi. Bitta qavatni to'lig'icha bitta jamoaga topshiradi FIFA va u yerga hech kim kiritilmaydi. Masalan, O'zbekistondan tashqari Italiya, Yangi Kaledoniya, Saudiya Arabistoni terma jamoalari ham aynan mana shu mehmonxonada joylashgan. FIFA to'lig'icha ularning tinchligi, alohida nima deydi, ovqatlanish joylari, oshxonalari, bundan tashqari meeting roomlari, ya'ni majlislar o'tkazish uchun xonalarigacha ta'minlab beradi. Shuning uchun biz bilan ham aynan mehmonxonani o'zida intervyu qilishga imkoniyat bo'lmayapti, lekin kunduzi yo bu yoqdan qilib yo'lini qilib gaplashib olamiz, ko'ramiz. To'g'risi ko'chada ko'rib qolishimiz mumkin, mehmonxona hovlisida ko'rib qolishimiz mumkin. Islom aka bilan gaplashdim, bolalar bilan gaplashdim bugun. Ertaga Irlandiyaga qarshi o'yin oldidan hammada kayfiyat yaxshi. Guruhimizdagi asosiy raqib baribir Paragvay edi. Paragvay ancha kuchli va uni yutib oldik. Lekin Irlandiya bu chaqilmas yong'oq bo'lishi mumkin va undan nima kutishni ko'pchilik bilmaydi, chunki debyutant. Birinchi o'yinni rostdan zo'r o'tkazdi. Men stadionda edim. Aynan bizdan o'sha Paragvay bilan o'yinimizdan yarim soat oldin boshlandi Irlandiyaning o'yini. Taxminan 20 daqiqalar ko'rish imkoniyati bo'ldi Panama bilan bahsni. Va Irlandiya ancha tez, baribir Britaniya futbol maktabini ta'siri borligi bilinib turibdi. Ko'ramiz. Islom aka o'zi ham aytdi, Irlandiya ham juda kuchli, oddiy deb bo'lmaydi dedi. O'sha o'yindan keyin, Paragvay bilan o'yindan keyin Islom aka bilan gaplashganimda. Bugun juma namozida ko'rdim bolalarni, hammasi bilan gaplashdim. Kayfiyat zo'r. Islom aka ham aytdi, bolalarda kayfiyat zo'r, lekin baribir biz yutishimiz kerak. Guruhdan birinchi o'rin bilan chiqishimiz kerak degan ma'noda gapirdi. Endi men hozir biroz o'chiraman, chunki men yo'lga otlanaman. Bu kirish qismi edi. Mashg'ulot jarayoni Tumama stadionida bo'ladi, rasmiy mashg'ulotlar, va o'sha yerdan ulab yuboraman. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, ozroq metro, ko'chalar, yo'l haqida ham qisqa roliklar kiritib ketishim mumkin. Mana shu dastur ichiga. Hozircha shu bu kirish qismi va davomi endi Al-Tumama o'yingohida bo'ladi. Murabbiylardan, futbolchilardan intervyular ham bo'ladi. المحطة التالية هي البدع. يجب على الاستماع للتشجيعات بدون رقابة.
Altumama o'yingohiga yetib keldik. Biroz kech ham tushib qoldi. Mahalliy vaqt bilan 19:15 da O'zbekiston o'smirlar terma jamoasining mashg'ulotlari boshlanishi belgilangan. Hozir soat esa 18:30. Birmuncha muddat ertaroq keldik. Bu yaxshi albatta, jamoamizning o'sha avtobusdan tushishlarigacha kadrlarga yozib olish imkoniyatini beradi. Altumama stadioni esingizda bo'lsa, Jahon chempionatining 8 ta o'yinini qabul qilgan. Undan tashqari 2024-yilgi Osiyo Kubogi o'yini bo'lgan. O'zbekiston terma jamoasi o'ynagan bu yerda. Jahon chempionatidagi so'nggi o'yin chorak finalda Marokash Portugaliya o'yini bo'lgan. Altumama haqida ikki og'iz gapirib o'tishim kerak. Bu stadionga avvalgi kunlardan ham kelgandik va u yerda, ya'ni o'sha kunlarda kunduzgi vaqtga mashg'ulotlar belgilangan. Ya'ni FIFA ertaga O'zbekiston Irlandiya bilan kechki paytda o'ynaydi 20:00 da. Demak, shu vaqtga moslashish uchun mashg'ulotlar vaqtini belgilaydi. Avvalgi o'yinimiz kunduzgi payt bo'lgani uchun kunduzgi payt edi. Va bir narsaga amin bo'lgandim. Altumama stadioniga kirish qismlari juda ham vayrona holatda. Ya'ni o'sha biletlar sotilgan, muxlislar kirish kerak bo'lgan nuqtalar shunchaki qarovsiz qolib ketgan, oynalar singan bir ovloq joy bo'lib qolgan. Stadion o'zi zo'r va stadionning maysasi, mashg'ulotlar maydoni super darajada. Lekin atrofga umuman qaralmagan, go'yoki o'sha bir necha yillardan beri odam qadami tegmayotgan joyga o'xshab qolgan. Lekin meni bir do'stim Qatarda yashaydi 6 yildan beri va undan so'radim. U aytdiki, istalgan paytda masalan ertaga o'yin deyilsa, bir kun oldin Qatar shunaqa ishga kirishib, go'yoki stadion yangi qurilgandek qilib qo'yadi. O'sha joylarni ham darhol o'zgartira oladi. Ya'ni ishchi kuch ko'p. Bangladesh, Hindiston shu tomonlardan kelgan ishchi kuchi juda ko'p va ular bilan juda ko'p ishni bitkiza oladi dedi. Endi juda ham boy davlat. O'zini o'zi ta'minlay oladigan darajada va o'sha har qanday stadionni bir kechada FIFA matchi bo'ladimi yo undan biroz quyiroqdagi o'sha OFK matchi bo'ladimi, bemalol tayyorlab standartga keltira oladi dedi. Endi hozir mashg'ulotga, ya'ni mashg'ulotlar maydoniga o'tamiz. Bu yerda tekshiruv bo'ladi kirish oldidan. Ichkariga kirib oldik. Tumama bazasidagi mashg'ulotlar maydonini ko'rishingiz mumkin. Maydon holati ideal darajada. Parvarish juda zo'r qilingan. FIFA terma jamoalarga yana mana shu yerda mashg'ulot o'tkazish uchun sharoit yaratib bergan. Maydonlar juda ham ko'p. O'zbekiston terma jamoasini 3-maydonda mashg'ulot o'tashi belgilangan aynan bugunga. Avvalgi kunlar 5-7 har xil maydonda edi. Kun davomida mana shu yerda mashg'ulotlar bo'lib yotadi, turli xil terma jamoalar uchun. Juda zo'r, ideal. O'zi Qatarda maydonlar bo'yicha deyarli muammo bo'lmaydi. Iqlim va parvarishga alohida juda katta pul ajratadi Qatar va ko'ryapsiz, o'zimman stadionlarida ham juda zo'r bo'lgan, jahon chempionatida ham mashg'ulotlar bazasi bo'lgan katta terma jamoalar uchun ham bu yerlar. Kelib qoldik, terma jamoamizning ham mashg'ulotini kuzatamiz. Terma jamoamiz chiqib kelyapti. Assalomu alaykum birodar. Evet. Bakar. Selamat tinggal tomonga. Bir tane qalam bor. Sizlarga kattakon rahmat. Bizani qo'llab-quvvatlashdi. Bizani ham 12-o'yinchi deyshadi-yu, muxlislarimiz 12-o'yinchimiz.
albatta bizlarni duo qilinglar. Alloh yaxshi natijalar bilan o'yindan yutib chiqamiz inshaalloh. Qolib o'zdik. Jamoada kayfiyat, ruhiyat a'lo darajada. Xudo xolasa ertangi o'yinga 100% tayyormiz. Jamoada yo'qotishlar yo'qmi? Yo'q, hozircha jamoada yo'qotish yo'q. Azbek Irimetov sal og'riq his qildi. Ertangi o'yinga Xudo xolasa 100% tayyor bo'ladi u. Irlandiya qay darajada o'rganildi? Irlandiya qay darajada o'rganildi? Irlandiya o'ylashim bo'yicha 100% o'rgana oldik. Shu trenlarimiz shu o'yin anaqalarini kelib chiqib, unga qarshi taktika har tomonlama уже tayyormiz deb ayta oldik. Jahon chempionati albatta u juda yuqori darajada, atmosfera, tashkilot juda yuqori anaqada tayyorlangan. Birinchi o'yin baribir g'alaba juda muhim edi. O'ylashim bo'yicha juda qiziqarli o'yin bo'ldi. Sal qiyinchiliklar ham bo'ldi. Birinchi taym to'liq nazorat qildik. Ikkinchi taym hisobdan kelib chiqib sal himoyaviy o'yin qildik. Shu bilan g'alabaga erishdik. Aspire akademiyasidagi maydonlarda muxlislar sig'imi, ya'ni tribunalardagi joy biroz kamdek tuyuldi. Bugun uchrashuvlarda ko'rib o'tdik. Sizningcha Kattaroq stadionlarda qilgani yaxshimidi yoki mana shu Aspire akademiyasi ham yaxshimi? Men o'ylashim bo'yicha baribir katta stadionlarda bo'lgani menimcha yaxshiroq edi. Bu ham bir taraflama shunaqa bitta joyda bo'layotgani yaxshi bo'ldi. Пошли на амплитуде, спиной возврат. Давай, сейчас играл. Пошли, Али, скорость! Оп, скорость! Быстрей, бежи! Faqat mana shu yon tomondan Бежать, Азиз! Быстрее, сил, набрать скорость! Оп, скорость, Али! Али, быстрее догнать! Do'stlar, biz tashqariga chiqdik, maydonni tark etdik. O'zi o'yinlardan oldingi rasmiy mashg'ulot jarayonlarini dastlabki 15 daqiqasi ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun ochiq bo'ladi. Va shundan so'ng nazoratchilar, masalan bu yerda hozir FIFA o'zining nazoratchilarini qo'ygan, ular kelib kamera mikrofonlarni yig'ishtirishni, o'sha sumkalarga solib qo'yishni talab qiladi. Chunki mashg'ulot jarayonlarini yozib olish kerak emas va o'sha nega jarayonning ikkinchi qismi taktik mashg'ulotlar bo'ladi. Ertangi o'yinga qanaqa taktika tuzilgan, qanaqa standartlarda ishlamalar bor, ular ko'rsatilmasligi kerak. Ular yashirin holatda, raqib kuzatuvidan, umuman media kuzatuvidan xoli tarzda olib borilishi kerak. Shu uchun biz tashqariga chiqib, mana shu reportajchamizni yakunini yozib qo'yishga qaror qildim. Yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Qanaqadir o'zim chiqib videolar yozishda birinchi eksperiment men uchun va sizga yoqadi degan umiddaman. Nasib qilsa keyingilarida yana ham yaxshilab borishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.